Dovud, takbir tashriq nima va u qachon aytiladi? Takbir tashriq bu Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, Allohu akbar, valillahil hamd zikridir. Bunga dalil Alloh taolo aytadi: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ va sanalgan kunlarda Allohni zikr qilinglar. Baqara surasi 203-oyat. Ulamolar ushbu sanalgan kundan murod Zulhijjaning 9-kunidan 13-kunigacha bo'lgan vaqt ekanligini ta'kidlashgan. Umar radhiyallohu anhu va Ibn Abbos radhiyallohu anhu kabi sahobalar ushbu kunlarda takbir aytishni sunnat qilib qoldirishganlar. Buxoriy rivoyat.